Da? Mannesi? Mama? Ha? Zok. Tutmama. Kaldık tokkap kaldık. Balam tutmala buna. Bu mağalıkı. O deskinden pek artık buzga yeri. Hozirgi jamiyatda undidan ajabchi qilingan narsani chiqamoqda. Yana chiqibdi. Voy. Hozir do'stlarcha birga bir uchun o'qandim mana. Boshqa odamni aqli yetmaydi. O'qma. Bir kuni bir odamga undidada bir uchur kelibdi. O uchurning keyinda texe bu uchurni ko'rib olgandan keyin yettadanga yo'llab bersa, bu odam balo qazoq yo'lqidi, balo qazoqdan xoli bo'lmaydi deb bizilgan. Undan keyin bu odam ansirab bu uchurni yettadanga yo'llab beribdi. Undan bu uchurni topshirib olgan yeni bir odam bu uchurni ko'rib olgan keyin yettadanga yo'llamabdi. Undan aytsa mashinada ketib olsa, keyindan yo'g'on bir optuska vaq qilib so'qibdi. Undan o mashina maqchib tugish ketibdi. Yo'llamay, bola qazoq uchrab. Acaba doğru gep doktor. Ondan keyin bola qazoq uchirgan odam, eliq uchirni yo'llagan odamdan ushlamoqchibdi texe. Onuncu qalabdı. Ya onu bilmeden onu çıkarmakta atletten çıkaran ki. Ha baktı 5 kişi kumda qarab bakın çıkarıp kalsan bizi depresiz. Acaba kızım şurkin. Sıkıbay yayran kaldım ya. Müzebben. Bu birkaç çıkıdığın şu kadar mıcık gelcimi. Aşından aslında önceden yollandı vakti sıra kılıp değme. İşçi arkadaşlar demler benim. Ya Allah. Bir başka işi kısa olmam dostum ama çıkıcı yanısını qarab battağıcı, toru qarab battağıcı deyim. Bunun yaxşı, önümlük tarafını paydalanmayyadır. Akalayım kapçır olsun, taqatqan. Ya Allah, ya Allah. Aslının ki bunu da inşallah. Mesela bunun yaxşı yerler nait köpü. Ben sınıfındaki okuşlarına atanlara bir top kurup bergendim. Hazır ata-analar balalarına mektepdeki ahvalini bilmekçi olsa topar qılıqla para alışımız. Anan iki ben bergen tapşırıqlarım yoki bir uqtirishlar olib qalsa, toptala ata-analarga deb qo'ysam, shu zamatlam javob qaytirdi. Anan ekan o'zininki uqqanligini xabarda qildi. Anda bekor vaqtlarimda o'quvchilarimning oylik ahvollari to'g'riliq para alışımı. Bu orqali o'quvchilarni to'q tushungan oldi ekan, ata-analarni yaqinlashgan oldi ekan-chu. Ya bu öndüler degan-chu. Hayırlık tarafından hadi çıkmasa bunun. Bunu önümde paylaşsak buludu. Onun için bulmamış. Penteknikinin bir yeni mesulü bu. Hazırki zamanda mışında bir üskünden boğulum yaxşı oldu çoğu. Müsabık olaldan. Hem de bunu yaxşırıp işlesek şu yaxşı olmalıdı. Bayatırma sizligende 10 tatır işlesek 10 tatır olmalıdı. Yaxşı nasıl işlesek ündüdar olurdu. Naçar işler işlesek dil azar olurdu. Ras. Bundan ikinci xan, anda qalayım qandayskasi bu vaqtınızı sıra qılıp kitapınızı görən canım. Doğru. Pozdan ko'rgan qildi bo'lam. Tam buning uchun unumli ishlatish kerak. Ham buningmi nurg'un foyda kelib turibdi. Masalan, men aytsam, qiras tordim, materialni topolmay qolsam, kasblashlarim desam, vaqt deb turdim, shundan foydalanaman. Bu unumli yaxshi buniki. Nurg'un yaxshi qulayliklar bor. Lekin shu ba'zilar hamda shu ishi yo'qmiki, ammo bir odam bir narsani chiqarib qo'ysa, qarmalata yurakka yotib qo'ydiganlar bor. O'qimay turiblar shu uni buni yo'llab qo'ydiganlar bor. Yegan tamoqqa qilgan ishdan tatib aytadiganlar bor emasmi? Ne var o? İstedim yaxşı payladım. Bazı o bilemeye taşıkını dostlarım tatip evet verme. Ola özün taşıkını tatip evet ver. İşte boğunma. Naat önümlü faydalı tutsa. Bunun dike mandaj yüz baymışsın ha? Yo, açtın olsun kallan işlepsin al. Şu işten qilib qo'ydingmi Arslan? Özüm mustaqil işler bunun kitapçılıkla. Endi ben fuqasam ha? Telefonu çıkıp alamam da. Ondan bunu yansın cıvağın ki mangımı ünlüdarını iş kırdı. Sizge sen vakti var ha? Sen çoğun olsun. Sen aldırıp kapsın. Özlerim şu yanfın bile tam turlar da çoğun olsun çuma. 60 üstündeki. Ya yakayat işletmesi lazım vakti var. Yani bir 4-5-7-8 yıldaki ha. Oy. Ha. Ne bu? Ha? Boğuşluğundaki bu ya? Ötken de o umuşalgan kandavlak ki. Ülken var. Kolduğu bunu. Bu burmaç bak payısı kaptık bana. Setanla bu zaten. İşteki mıkılını kuraştırmak tümenden bir şikalı yapılayabilirim. Cırana biz tam kullanmak. Rahmet endi çuy. Ben çoğuna bulalım. Bundakina öndeydi qalayım qandaslayız. Köp acımısız. Ama Acımda.
Assalamualaikum. Ha, dada. Assalomu alaykum Shadiya qizim. Bugun aldirchilikda yig'imda o'qiydigan materialni to'xtabman. Material kutubxonadagi bichilmning ustida. Siz ham bilan surat tortib, ünlüdarınız orqali ma'lumotlarni o'tkazing qizim. Ha, ma'qul bildim. Javobingizni kutaman. Ha, ma'qul dada, xotirjam bilan hozirlik qilib beray, ya. Ha, ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum. Ha, opa. Elim yaxshi uyda ekansiz. Atigan aldirashliq sinfimizga o'quvchilarning natija jadvalini unutib qolibman. Hozir ota-onam yig'inda o'quvchilarning internetingizni o'qib beray desam, sumkamda natija jadvali yo'q turdi. Sizdan natija jadvali balkim tunaydan kelgan chapimdan yanchqida bo'lishi mumkin. Xapolmay darhol surat tortib imzor orqali Ha, ma'qul bildim, opa. Unda biz birdan saqlab turing, hozirlik qilib beray. Ha, ma'qul, xo'sh. Yürgen bu. Hadi da. Cedvel? Opamla jadvalni sizga va'da etibman-sa. Ha. Opam xato va'da etibman-da. Ha, ana qoidada va'da etay. Ha, hozirla va'da etman. Ha, ma'qul, xo'sh. Hoyjon. Ana. Aleykümselam, yaxshimi? Voy, sizga Assalomu alaykum Saniya opa. yaxshimi? Tinchlikmi? O'tamadi. Harolat ekromafkim. Jiran, bolam, jiran. Voy, bu kun Shadiya? Bir chaydammi, qizim? Ulan, kompyuterdan olmadan og'och o'tirgansiz. Direkt ko'ngilsizlik ish bo'ldimi? Ko'nglimda yerim Saniyada. Shu soyimchan xapqo'yatdi meni. Deganda unda bunda ish bo'lib turdi. Sog'lom, ko'nglingiz yerim. Ila bolam. Biraz değişip bağlamadın lan. İşin çok çıktı demişti da Saniyada. Bana görüp yakınlar. Şadiye, rıkkatça falan. Topağı açınızla ve ılgar camda oynayıp duranı bildim. Vay, bu yolcunuz benim o. Hay şokan bu. Chiroyli chiqibdi resimni. Chini Saniyada marasimga emas, mush rasm bilan qo'shib chiqqan maqolga bir qarang. Nima debdiki anonda? Rayonimizda yaqinda yangidan voy, bir mehmon sarayini e'lon ekan ufkam. Uning qiyin bo'pti. Tutan. Shu yangi mehmon sarayining gibi hozir Saniyada. Kon mehmon sarayini aymini bekor qilib, yangi mehmon sarayiga hujum qilgan gap bu. O'ylab ketma. Balkim sayimning idorasidan bir yig'in echilmoqchi bo'lib, oldin uqishqini bo'lgandi. Yoki yuqoridan yo tuvandan bir xizmat ko'rib iskanmoqchi bo'lsa, shunga bir aloqalashqini, oldin yatoq aloqalashqini bo'lgandi ufkam. Uni boshqa bir o'zingizcha bo'ldi, unda boshqa xiyonlik qilmay. Men ishonmayman hozir uningga. Ishqilib uning harakati yaqini yoqib faqat normal emas. Men sizga bir qatam furat qantim qo'yadi.
Bo'ldi, ishlarida yomon taraf bo'lma. Qarang, o'g'lingizning chiroyli bo'lib ketganini qo'rqib. O yaqin faqat normal emas saniyada. Ama mushtaqisi bulamda. Mening faqat ishtoqchiligim qoldi. Ama ustiga bu öndiler deganmichu hozir. Hamma xabarga ishinib ketganim bo'lmaydi. Bu hozir sizning kalmangizni mana mening kallamni sizga yozg'ini bo'ldiki emasmi? Uning yozgan maqolani taqtatga uchurni hamma to'g'ri deb kelsak bo'lmaydi. Uning yaxshi, unumli to'g'ri yerlardan foydalanib, anda qilayotgan narsa o'chirmasakli bo'ladi, uning buni yo'llab taqdi yurmay. Bo'ldi, uning bekmi ishinib ketmay, sayim bilan uyda chiroyli parangiz bergan. Ha deganda unda jidal qilib, so'qishib balanglarga ta'sir qiladi. Bununla paranglashgandek nima qoldi ya-da? O ya mening gapimni bir anglab bir o'tirib, menga bir yaxshi bir muomala qilmasa, o'sha yaqini yoqmishda o'zgarib ketdi-yu. Sayim uncha nachar bolam emas. Shundoq kuyindi-ku. Yana yaxshi ketdi. Hech yo'q. Uy deganda urushchida, bu ishlar bo'lib turdi. Hech ko'zingizni qisib deb chiroyli o'tmamsiz. Ha deganda unda yig'lab jidal qilaversan, bolaga yaxshi emas-ku. Qarang o'g'lingizni. Çay, kanalınızı yerim. İşte bu liverse. Ajrashgan onundur. Herkes onda gapni qilmoq, bola anglab qolmasin. Herkes onda gapni qilmoq. Bize tarafınız kelsa, sayın bir o'ptaroq so'zlashib boqsin. Qanday? Ko'nglingizni yerib qilmoq. Nima bo'ladi bolam? O'ynolni o'ynama. Shadiya? Ribqatjanning qo'sqoch o'z bir nim qilib bering, qizim. Ama. Chima? Bo'lmasa topshiriq ishlarni. Tuva. Bu saymunda ish qildi kimshina? Shunda yuvosh, shunda o'ngluq. Odam deb o'ylaydim. Konulning hayvonning olis teshida, odamning olis ishida degan gapi bekor emaskan yo'qzatlar. Bo'ldi. Endi bu g'ayrat qilishligim yo'qdimi? Ma qarindishning g'ayratini qilganlik qarindishning go'shti yegan bilan barobar degan gap bor. Bekor odamga haqning gapini qilmay o'zimizning ish bilan bo'lalar. Yo'q, endi siz bir tuzukroq gap qilib qo'ysangiz ulamdiki, bolasi bir chiroyli cho'ng o'pdika qarang. Chiroyligi u bolaning. Ro'yich ketganda ko'p qopdi. Endi bu undilarda ko'rgan narsa qarabla buni bavar versak bo'lmaydi. Menga ko'ngil yasa birmuncha gap qilib qo'ydim endi. Yaxshi qilsa. Unisi bu undilarda chiqayotgan narsaning hammasi bunda eski deb ketganim bo'lmaydi. Nurg'un ilm o'rganyapmiz, bilim ilyapmiz, nurg'un yangi uchur, yangi xabarlardan foydalanyapmiz. Buni bir aqlimda yo'q chiqarib versakmi bo'lmaydi uning ishini. Bu shu. Ama bir so'zlash boqay. Qara aka, ben işteyim baldırda yenim kelgen asli. Bak öyle işini çeksem xutlum katta içpeydi onumdu. O ne bu ağrını bildim sözlerdi gitti. Bağıra tillap yap oldu karan. Öteki semel acırcımen. Yuqal öydündeydi karan. Bekadim karşıladı mı? Oxumdum sarağını tutma okşaydı xutlumda. Sizin asrak bağdı. Shamol chiqmas taraflanishmaydi. Beka xon qizim kesili yo'qda tutilgan. Maqarasın niyade. Biz kekse ben de kılçı günah yok. Ben hiç qanday iş ötküzmedim. Faqat günah yok mu? O yok. Mağdur bir kırpık mı? Ne var o? Oy. Bu men kelman go. Ya ben akşam. Makalı so'zlari o'qitdim. Bu baqal so'm tekdi ne? Siz shunday ekan. Mesaj qo'yganmi ya? Axlos ikan bu ma'lum. Aka, bu resimkiz o memleket maqal ma'emasmi? Hozir hamma taqilib yuribdi o'qqa. Balkim buni ayolimiz ko'rganda. Buning nima deymiz? Bu resim nereden paydo bo'lgan resimda? Aka, ma resimni rasga qilsam o'tgan qilib komandorib chiqqanda, ta yatak tutsam shu yatakda resim tortib,
Ma dostlar çemberge chiqirayotganman. Yaxshi qilibsiz. Boshqa fikr nima ish qilsangiz shuni tortib chiqiribdan. Yegan tomoqdan tortib. Tomoqni chiqarmasangiz ham och qolibdi deydi. Kampirni chiqarmasangiz lavzi bola o'xshaydi deydi. Hammani qilib qo'ygan fikr. Asli bu xotinim mushning qapotdi-da. Menmi ko'rsam menmi xafa bo'laman fikr. Tasqinlashmagan shu o'tdi. Jinim ota. Mush ishqa chuqumsiz yordam qila olasiz. Bir ahmoqlik qilaman. Men qanday amal qilaman fikr? Men bir narsasi bu odam bunda qilmagan. Men buningga guvoh bo'la olayman deb menmi to'g'ri taqtayman. Men bu qo'ylashdim fikr buni. Bu qarsam, ben deganingiz bo'lsa, bu cho'qim sizning yotoq tushgan rasmingizga rost. Mavilik yangi mehmonxonaning e'loniga sizning rasmingizni yotoqning ichi tushgan rasm bo'lgandan maskilad ekan deb qo'shapli bir chiqarib o'tgan gap. Shunlar mag'ulg'ilib ketibdi. Chuqum shunda. Mushnisiz amal qilarsiz, hech kim amal qilmaydi. Xon qizimni paylaman juma sayim. Ajrashqanim deydi. Mana qilib, eng yaxshisi siz mana bu tor saqchilarga delo ma'lum qiling. Ular bir dandil surishni topalaydi. Topalamda? Albatta topadi. Uning ustiga shu tunji qatim shu suratni chiqargan odamni mana mendaplar ID adres bo'yicha izlisi birdan chiqadi. Bo'ldi aka. Mustaqillik. Men ondan men mushuni bir aloqlashay. Bosma bir ayolimni uyiga boshlab kiray. Siz bayar bir to'g'ri tushundik deb. Eng yaxshisi fikrim siz parkni qo'lga tushirgandan keyin uni degan ko'rsatsangiz ayolingizmi xato qilganligini, xato tushunmaganligini his qiladi emasmi? İşte aka mushuni cho'qim amal qilib turgan jumondasi. Men beri bir soqchini izlab kelay. Andikin ayolim chiqadi, yarashtirib qo'ysin zultak. Bo'ldi. U jihatdan ham biz qo'lim qo'shnadan fikr qilamiz. Cuma ders avar qilib bo'lma. Men chiqaman. Bundan keyin fikrim, sizmi diqqat qiling. Kasb emas, yana hammasi ish o'xshaydi deb rasmga tushaman. Do'st, deganingiz to'g'ri aka. Bunikin bo'ldi men endi darb o'ynamayman. Yegan tomoqni tortadi dekansizlar, ishgan cheyinlarni tortadi dekansizlar, siz tortmagan shu hojatxona ichida qoldi deb qo'ymasdan. Hadan qilishligim aka. İşte olsun gaplarni seyir. O'zingning bo'lsa ishtabida ish qildi. Rasm deganga mufkamda tatliq xumolik tushadigan narsa bor. Aka, ondan sonra ben berib mushni hal qilay. Ma'qul akam sizni avar qilgan bo'ldim. Men chiqayam siz. Chiqsin fikr. Ma'qul. Hoy bo'ldi, uzatma bo'ldi aka. Yo'q bo'ldi, men chiqay fikr. Ma'qul ders avar qo'ydim. O'zingizni bilasiz. O'tgan kuni tog'am pul so'rab kelgan pul turamdi qilib uyalgan chig'da. Bu kötüm şu yezdin nevrinim kepti. Ciddi ağır kaptı operasyonu qilmay keşim. Barliq tuqqanlarim sen mishal bu aka pulni sen beribdi. Keyin o'zimiz yig'ish qilib berilganda shu sizga demaylar desam baribir berib turmaysizda. Shu kartini ochib doktorxon to'layotgan. Berib turmaysiz emas. Avval sizin bir narsa sapaqsiz bo'ladi. Bir adam berib turmaysiz uningga bir-biringizga dushmandek bo'lsangiz bo'lmaydi. Siz degan mana shu kichikina masaladan chiqadigan tursa. Shu katim mustaq bermagan ekan shu bu katim shunalarni debmanmi? Balkim sizmi shu bermaydigan ishni qilgansiz ukam sizdimi bor. Sizdimi bor ukam. Sizmi bu yo'lishingizni tushunib qo'ying ancha-muncha. Hozir hamma guna menda bo'ldi-da. Biz o yer bir haq o'xshash yig'ib qo'ygan eshib turgan bir pulimiz bo'lmasa, orantasiga yig'gan necha tuman pulni bekor haqqa berib o'tkili bo'lmaydi-da. Lekin sizmi qiziq, men qattiq ishonmaydi ekansiz Jumosoyim. Azroq bo'lsin men bir maslahatishib ishni qilsangiz bo'lmamdi. O'z etib olgan bergan pulni haqning hayotini qutqizish uchun bo'lsin beraver qo'ydim. Shuncha valla ichim qo'taman meniki. Ammo menga gapingiz joyida bo'ldi. Hech bo'lmaganda bir doktorxon bo'lsin, yo'qlab borsa, tuqqanlaringiz qo'shib qoladi emasmi? Bu demay turib siz qilmaysiz, bilmaysiz deganim. maslahatlashib qilmamiz Afg'on. To'g'ri deganim to'g'ri. Shu ochib pulni aklamay xijilchilikda qaranqqa dejurni tutdim deb Navrinni operatsiya qilgan 3 kun doktorxona yotib emasmi? Doktorxonada yotgan bo'lganda shu doktorxonga borgan bo'lganda ko'p siz deb qo'ysangiz ayolingizga unchalik ongsiz emas-ku. Shunday mafhum. Sizni bir maslahat baxmay. Qiz to'g'ri deydi. Xafamanlar qo'tolmay bunga diqqat qilay bo'lamdi. Mana, bu shunchalik ish. Bir o'yik odamga shunda o'zaro maslahatlashib, bir-birini maslahatlashib qolgan bo'lsangiz hech chiqmaydi ekan-ku. Bekani ko'nglar qitib qolganlar. Shu. Sizmi xon qiz mana, sayim bir chiroyli apozordi. Aboga ahvolni deb berdi. Ko'nglingizni chiqaraydi. Shunami? Shu. Tarix Muzaffarka. O'tgan qatmat undidadi meni aqamdan ilkka chiqargan sujudchaga bor-ku. Shuning siz aqlab maqolangiz qo'ygansiz, nurg'un haqli yaxshi fikrlarni kiritdingizmi? Ham do'q qilish kishimiz ko'p.
Bizga ham qo'lim qo'shni yaqamsay tursak. Bek rahmat sizga. Rahimdan ayrim aytılmayışkanligini. Ichqisi ukam. Biz chiqamdiq. Saniyada Muzaffar akam sizlarni ko'p ovar qildik. Bu oilamizga ozroq kichikkina bir o'qishmas qilib qo'yildi. Sizlarni bek to'la malol qilib ketdik. Biz Sizlar ranjimanglar. Qanday qilib qolsa. Chiqib tez ham naytdi o'ngishli qalb bo'ldi. Bu o'qishmas qilamiz sizlarga rahmat. Yo'q. Shuncha ukam, biz undilarda chiqqan narsalarning hammasiga qarg'ulash ishonishga bo'lmaydi. Shuni bir surishtirib, bir o'ylashib qo'yib, unidagi qilsak bo'lsa ko'ngilsizliklar chiqadi. Biz kim bektiginiz bek to'g'ri juma. Ma'qul Muzaffar aka, ilm avarqatda o'zroq qilmoq sanab. Quruq chiqarsam menda. Rahmat. Ma'qul ko'p. Haqada, o'g'lim. Ma'qulmiz. Ruhga bir chiqadigan bo'lganlar fikr. Yo'q, ma'qul. Rahmat avarib qo'ydim. Doim avarib bu qolgan. Shukron. Shu fikringlar. Juron bilan chiqdimiz. Bo'lmamiz. Oy birden oynab turaychu. Atiga chiqsam bo'ldi emasmi? Voy to'kin tugitibsiz a. To'sqin bilan avarasın işte. Tas tushibsiz rasmga. Saniyada biz undidor qachon oldik bir-birimizni. Hatto taranjib turaylik. Ular resim bo'lsa evet shu. Shu deydi. Evet manglamda mendagi qamal endi. Xudodan sağ ol. Bira, nasıl unutqopsizmi? Sizga degan bir gap bor, ajab tuyuqsiz unutib qoldimmi men? Amsi esingizga keldi, dam. Ha, ma'qul. Ma'qul. Ma'qul fikr qo'ysin. Vallahi inşallah. Voy dadam kelsizlar. Voy, Ilg'or qana? Qiz qo'ynig'ini tushib ketdi. Ilg'or? Nim bo'ldi da? Bir ish oldimi? Voy dadam. Bolani yutga seni nim bo'ldi? Uyda beharama o'tirsan-ku. Bola, qazmani Ilg'or qana? Oyam arsamda chiqib sopanemiz tushib ketgan tazan. Top o'ynagan ishlarkan bo'lsa nimishqa undidor deb bolamiz yutib ketdi deb xabar taqdiratdinglar. Biz unda kimda? Mana. Manada oqtaqala. Ilg'orlar surtdi-ku. Bas, mama qaradi da mana. Ma nomerning 5 ras o'xshaydi-ki, meni tilning nomeriga lekin men oxirdagi bir nomer o'xshamaydi emasmi? Obdara qarab o'tamana. 6 keras. Biroq bu nomer qo'mda. Ma surat qo'yilgandan surtdi. Ha. U nimacha? u ras ashta turdi bu. Ha. Siz so'z yo'q. Qanday gap bor? Mana ilg'or kirdi, mana. Mana. Voy, kirim. Qara. Chinada. Ko'ngilingizga terim qilmoqchimi? Muzaffar aka. Bana çoğum tepildi. Benim balam küçük 3 gün tepilgan karan. Bak ayalım dep ben saçım malum kulağımız. Çoğum tepildi balınız. Hatırcan baloncu marka. Şurası verden bunu hoştu kulağım bu ay. Bu benim balam ras ketmesi misin? İşte qara bu papala va balını. Vay canım dada, men öz ko'zimni ko'rgan ilg'or bilan arsam ikki top o'ynaymiz deb pastga bayadan tak tushib ketgan. Top o'ynavasa hozir yo'q tursa. Mana. Muzaffar akam. Tepildimi? Balınız tepildimi? Qana. Qo'ydim bo'pti-da, ana. Ben sizning telefon numaramizni ostiga yozib, bola yutib keldi deb chiqarib qo'yibgansiz. Shuni qasam rasm yo'q ekan. Lekin mayli deb oldi qatib mening bolam sizning bolangiz rasmni tortib, shu rasmni qo'shib, yo'qolib ketdi. Men chiqarib qo'ygandim. Faqat bu chiqmabdi-da. Ne bo'ldi? Siz taqatqanmi kamerami, ha? Yo'g'ash qilibsiz. Rahmat. Fikam bir ishni oldin qilib xo'rak qilsa zamanda. Bu telefon nomeri meni emas, senin fikam 5 o'xshamli, oxiri o'xshamaydi. Diqqat qilmadingiz menga. Qanday shu? Ben rast dada mana. Ha? Yo'q, bolam siz yutib ketmadingiz, harigiz yutib ketmaysiz. Kim bizni yutib ketdi? Maldik ya Musa. Ama kuşlarımız
Ota-ana sarang qo'lishini o'zidan yutib ketibsa, saranglar doktorxonasiga kirib qol deydi, o'zi saranglar doktorxonasiga kirmagansiz. Ya Allah'ım tügmeden işte tövgide kılıdıken bu adamlar. Bu da bir sürü takatlanıp imtirak çıkan narsalar. Bir adam nemi takasa hemen de belki taktiği vegan. 3 güne kendi bana koydak. Rahmat Fıkam, rahmat. Capa çıkıpsız. Keşke bir mimar kılı olaysızlar.